Assalomu alaykum barchaga. Bugun o'zgacha mavzu bo'ladi. Qaranglar, trading sohasida atiga ikki xil yo'nalish bor. Soqqa qilish bo'yicha hamma strategiyalar, hamma konsepsiyalar bular ikkiga bo'linadi. Birinchisi bu mana bu joyga yozib qo'ydim. Fixed deb yozib qo'ydim. Fixa deb atasak osonroq bo'ladi. Buni ichiga juda ham ko'plab strategiyalar kiradi. Va ikkinchi yo'nalish bor. Trading sohasida soqqa qilishga qaratilgan, mo'ljallangan ikkinchi yo'nalish bor. Bu yo'nalishni o'zi Martingale yo'nalishi hisoblanadi. Martingale. Sodda qilib aytganimda, lotlarni unumli tarzda, aqlli tarzda ko'paytirib borish va bozorni kerakli joyidan kirish, kerakli joydan chiqib ketish. Sodda qilib aytganda, lotlarni vaziyatga qarab kattaytirish, liba kichkinalashtirish yoki vaziyatga qarab turib rejani o'zgartirish. Mana shu narsa Martingale hisoblanadi. Bugungi rolikda men sizlarga mana shu ikkala yo'nalishdagi plus minus taraflarni tushuntirib, tanishtirib o'taman. Mana bu fixa yo'nalishimizda biroz oldin aytib o'tganimdek, barcha strategiyalar mana shu tarafga kiradi. Hamma strategiyalar bir tarafda, Martingale'ni o'zi bitta tarafda joylashadi. Masalan, Smart Money Concepts, ICT, talab va taklif zonasi, mana bu joyda trend liniya, mana bu joyda indikatorlar orqali yig'ilgan qanaqadir strategiya, mana bu joyda Fibonacci, mana bu joyda Elliott to'lqinlari, mana bu joyda aytishingiz mumkin Smart Money bilan ICT bu strategiya emas deb. Bu joyda men umumiy yozyapman. Strategiya, konsepsiya, teoriya, savdo qilish uchun umum yig'indi bo'lgan ma'lumotlar to'plamini aytyapman. Bularning hammasi bitta bo'lib fixa qatoriga kiradi. Всё. Bularning hammasi alohida bir dunyo. Bu joyda biz savdo qilishni o'rganamiz, bozorni analiz qilishni o'rganganimizda ma'lum bir lotlarni o'zimizga belgilab olib, ana o'sha lotlar ichida savdo qilamiz. Masalan, hammada har xil kimdir bir standart lotida savdo qilayotgan vaqtida o'zini strategiyasiga asosan mana bular orqali foyda qilsa ham, zarar qilsa ham, juda nari borsa mana bu lotni 2 lotga o'zgartirishi mumkin. Juda borsa mana bu lotni 0.50 lotga kamaytirishi mumkin. Yoki shunga o'xshash. Где-то bir nari borsa bu yog'i 10 lot atrofiga borishi mumkin. Standart lotda bu yog'i nari borsa eng minimum lotgacha tushishi mumkin. Mana bu hamma strategiyada xuddi shu holat. Vaziyatga qarab foyda yoki zararga ko'ra lot o'zgartiriladi. Mana bu joyda lotlarni biz juda tezlik bilan almashtirishimiz kerak bo'ladi. Sodda qilib aytaman, например, bozor hech qachon bir tarafga qarab priyami yurmaydi. Mana shu teoriyaga, ma'lumotga asoslangan holatda biz Martingale strategiyasidan, ya'ni lotni reski kattalashtirib biz bu joydan foyda qilishimiz mumkin. Bozor istalgan time frame'ni ochib qarang, любой instrumentni ochib qarang. Ayniqsa hozir oltin haqida gapirishayotgan bo'lsak, oltin instrumentini ochib qaraydigan bo'lsak, 1 minutlikmi, 1 minutlikdan tortib, даже 1 sekundlikdan tortib 10 yillikkacha qaraydigan bo'lsanglar, har doim bozor mana bunaqa ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan, tushgan. Trend bo'ylab harakatlansa, yuqori ko'tariluvchi trend bo'lsa ham shunaqa, tushuvchi trend bo'lsa ham tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan, mana bunaqa holatda harakatlanadi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Endi flatda yurgan taqdirda ham, flatda однозначно juda ham ko'p mana bunaqa ko'tarilgan, tushgan, u yoqdan bu yoqqa qarab harakatlanadi. Pryamoy bir tekisda mana bunaqangi yurish bo'lmaydi. Bunaqasini men shaxsan hali karyeram davomida oltin instrumentida bo'lib ham kuzatmadim. Xuddi shunday ekan, mana bu ko'tarilib tushishlarni biz mana bu strategiyalar orqali foydalangandan ko'ra Martin orqali foydalanishimiz ham mumkin va bu yana ham osonroq, yana ham qulayroq bo'ladi. Shu bilan birgalikda yana ham xavfliroq bo'ladi. Bu tarafni ham e'tiborga olinglar. Mana bu strategiyalarda fixa tomondan savdo qiladigan bo'lsak, xavfni boshqarishimiz osonroq, agressiya kamroq bo'lsa, mana bu Martin tarafda bo'lsa, agressiya ko'proq, xavfni boshqarish ham nari borsa tepasida slit qilasiz. Всё, shu. Lekin bu tarafda daromad qiladigan bo'lsangiz ham daromadi normalligina bo'ladi. Bundan qanday qilib foydalanish to'g'risida men hozir yana chizib tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu tarafga chizib qo'ya qolaman. Martin strategiyani mana bu tarafga qaranglar. Mana bunday joylashtiramizda. Bozor tasavvur qilamiz oltin instrumenti. Biroz yozuvlarni xuniyroq bo'lib ketyapti, chunki men hozir noqulay holatda o'tiribman va noqulay holatdan yozib chizib tushuntirishga harakat qilyapman. Shuning uchun aytib bermaymiz, короче. O'zi aslida men chiroyli yozaman. Biroz maqtanib qo'ydim. Nerealni chiroyli yozaman rostdan, почеркim chiroyli meni. Короче, qaranglar. Bozorda 1 minutlik time frame'da line chartda chizib tushuntiraman, switchnoy chartdan ko'ra. Bozor mana harakatlanyapti. Biz mana bu qismni olaylik.
Ot mana bu qismda. Mana bu joydan 0.01 eng qisqa minimum lot orqali zilka qilsak, sellga bozor ko'tarilgan sari zilka qilib boramiz selga. Mana bu joydan kelganda albatta lot ko'tariladi. 0.01 dan keyin 0.02, shunaqangi holatda 0.03, 0.04, 0.05 qilib va hokazo ketaveradi. Движение biz tarafga qarama-qarshi yurgan sari biz lotni kattalashtirib zilka qilib boraveramiz va ma'lum bir qismga yetgandan so'ng bozor albatta orqasiga ozgina bo'lsa ham, maleyshi, kichkina bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham atkat bergan paytida biz yuqoridan katta lotlar olganimiz hisobiga bozor ozgina yursa, всё. Hamma zilka, umumiy zilkalar hammasi foydaga kirgan, tirs etib hammasi yopiladi. Всё. Mana bu joydan yana selga terishimiz mumkin. Xuddi mana shunaqangi narsani. Selga ochib lotni katta qilib boraverganimiz sababli mana bu qaysidir nuqtasiga yetib o'zi korreksiya beradigan joyi keladi. Bu narsani siz kutishingiz shart emas. Qachon keladi, qachon ahamiyatsiz вообще. Всё, bozor albatta qachondir keladi. Kelgan paytda orqasiga korreksiya berganda yuqoridagi lotlarimiz kattaligini hisobiga biz mana bu yoqqa tushganda bozor foydaga kiradi. Mana shu joyda daromadni hammasini olishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa savdo uchun depozit katta bo'lishi kerak. Bu ma'lumotlarni nimaga beryapman o'rtoqlar? Bu ma'lumotlar boshlang'ich depoziti kichkina insonlar, depoziti kichkina treyderlar uchun как бы fishka sifatida aytyapman. Chunki depozitingiz даже $100 bo'lgan taqdirda ham siz $100 sentovoy shotga soladigan bo'lsangiz, sizga ko'zingizga 10,000 sent bo'lib tushadi. 10,000 sent. Lekin bu sizga $10,000 bo'lib ko'rinadi shotingizda, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Siz mana bu 0.01 dan zilka qilgan vaqtingiz qancha sent yo'qotaman deb o'ylaysiz? Например, bozor sizni qarama-qarshisiga где-то bir boshlanishiga tasavvur qilaylik. Xalq tili bilan aytganda mana 300 pip suryapti. 300 pip surdi deylik. Mana bu joyda zilkalarni terib lotni bitta agressivniy emas, bu o'rtacha lot ko'tarish hisoblanadi. Lotni har xil qilib ko'tarishimiz mumkin biz. Например, 0.01 birinchi zilka kirish boshlang'ich zilkamiz bo'lsa, bunaqadan где-то bir 10 ta zilka ochsak, mana bu joyga 10x deb qo'yaman. Bu degani 0.01 dan bozor selga zilka, mana bu joydan selga zilka qilsak, bozor har yuqoriga ko'tarilgan sari 0.01 dan 10 dona zilka qilamiz. Ana undan so'ng keyingi lotga o'tamiz va mana bu joyda 0.02. Bundan aytaylik, bundan ham 10x zilka qilaylik. Mana bu joyda уже mana bu qismda bunday qilib chizib qo'yaman. Mana bu qismda 0.01 da zilka bo'lgan. Selga albatta. Sel deb qo'yaman. Ikkinchi mana bu joydan уже ketdik. Yana 10 dona mana bu joydan 0.02 lotda zilka bo'lyapti. Bu ham 10 dona. Mana shunaqangi holatda yurib borganda ham, даже bizni qarama-qarshimizga bozor 300 pips yurib borgan taqdirda ham bizning zararimiz sentovoy shotda nari borsa, где-то bir $10 ga teng bo'ladi. Bu degani esa 1000 sent degani. Bizning ko'zimizga $1000 holatda ko'rinadi. Biz depozitimizni holati bo'yicha 10% minusga kirayotgan bo'lamiz. Shunaqami? $10,000 da 10% $1000 bo'lsa, shunaqa. Lekin уже mana bu joyga ma'lum bir joyga kelib turib bozor dalish ko'taradigan bo'lgan taqdirda ham, mana shu pips atrof shu zararga kiradigan bo'lsa ham, mana bu yoqqa bitta yurib berganda katta lotlar hisobiga bozor normalniy foydaga kirganda где-то bir boringani $500 deylik, to есть 500 sent bo'ladi, lekin bizning ko'zimizga dollar bo'lib ko'rinadi. 500 sent bizning foydamizga yurganda bu degani уже $5 ga teng. Chunki 500 sent $500 ga teng. Xullas mana bu joyga kelganda hammasi foydada yopiladi va shunaqangi martingale orqali savdoni davom ettirish mumkin. Eslatib o'taman, eslardan chiqarmanglar, baribir hamma joyda risk bor. Mana bu fiksa tomonda ham, mana bu martin tomonda ham hamma yoqda risk bor. Даже siz hozir turgan joyingizda birdaniga boshingizga devor qulab tushib ketishi yoki bo'lmasa o'zidan-o'zi yerni tubiga kirib ketib qolishingizga hech kim garantiya bermaydi. Например, buni o'zi ham bu hayotni o'zi aslida noma'lumlik riskdan iborat вообще-то olib qaraganda. Shuning uchun bu sohada обязательно risk bo'ladi. Bu taraf buni ham e'tiborga oling. Lekin biz riskni boshqarishda tajribamiz, bilimimiz bo'ladigan bo'lsa, xato qilib, agar xatolardan уже tajriba olib bo'lgan bo'lsangiz, undan u yog'iga уже o'ylaymanki daromad qilsa bo'ladi, короче. Xullas, bu narsani boshimizdan o'tkazib savdo qilib urinib ko'rmagunimizgacha o'xshamaydimi bila olmaymiz. Ma'qul kelsa demo shotda sinab ko'rishinglar mumkin. Например, demo shotga $10,000 depozit qilib mana shunaqangi holatda. Yana bir narsani eslatib o'tishim kerakki, e'tibor beringlar. Bu martingale'ni 3 xil etapi bor. 3 xil etapda siz riskni boshqarishingiz mumkin. Mana bu joyga yozaman. Birinchisi, bu juda kuchsiz.
Juda kuchsiz degani, to есть xavfsizroq, juda xavfsiz, juda kuchsiz. Bu degani lotni mana bu joyda belgilaganimdek, yo'q, mana bu joyda ekan, mana bu joyda belgilaganimdek ozgina, kichkinadan ko'tarib borish. Ikkinchi o'rindagisi bor, yozaman, ikkinchi o'rindagisi o'rtacha deylik, o'rtacha. Bu degani mana birinchisini mana bu joyga yozaman. Birinchi eng kuchsizini bu joyda siz 0.01 dan 10 ta zilka qilishingiz mumkin birinchi. Undan keyin 0.02 zilkaga o'tasiz. Bundan ham 10 ta zilka qilasiz. 0.03 lotga o'tganingizda mana bundan ham 10 ta va hokazo ketilaveradi. Mana shu holatda 0.04 dan ham 10 ta. Bunaqa qilib zilka qiladigan bo'lsanglar, sentavoy $10,000 даже $100 mana bu joyga $100 deb yozaman. $100 sentavoy shotga soladigan bo'lsanglar 10,000 sent bo'lib tushadi. Mana bu %. Shunaqa soladigan bo'lsanglar, mana bu u qadar katta zararga kirib ketmaydi. Agar mana bu formula bo'yicha, to есть juda ham kuchsiz holatda zilka qiladigan bo'lsak. Endi ikkinchi darajada dedim, o'rtacha. Bu mana bu o'rtacha. Bu joyda biz lotni sal agressivniroq ko'taramiz. Bu mana bu joydagi lot bo'lishi mumkin. Mana ko'ryapsizlar. Mana bu joyga yozib qo'yganman. Ikkinchi ko'rsatkich. To'rtburchakka olib qo'yaman mana. Bu degani mana 01, 02, 03 birdaniga mana shunaqangi bir xilda sekin ko'tarib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bozor sizni qarama-qarshi tarafingizga yurgan sari. Yoki buni yana ham xavfsizroq qilish mumkin. Например, 0.01 dan 10 ta zilka ochasiz, 0.02 dan 8 ta zilka ochish mumkin. 9 ta deylik, 9 ta 0.03 lotdan 8 ta. Shunaqangi holatda yana ketaveramiz. 0.04 lotdan mana 7 ta. Mana shunaqangi holatda kelib zilka qilishimiz va 0 mana bu son ochayotgan sonlarimiz, nechtadandir ochayotgan sonimiz 1 ga yetib borgandan so'ng u yog'iga faqat bittadan zilka. 0.11 lotga kelganimizda u yog'iga faqat bitta mana bunaqangi holatda ko'tarib ketishimiz bu o'rtacha holatdagi risk hisoblanadi. Endi 3-darajamiz bor. Mana bu joyga sig'dirib yozaman. 3-daraja. Bu agressivniy, uje haqiqiy risk qilishni yaxshi ko'radigan va tez daromad qilmoqchi bo'lganlarning yo'li bu joy. Agressivniy zilka qilish uchun Martin orqali lotni bilasizlarmi qanday o'zgartiramiz biz? Bu joyda lotni uje geometrik progressda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Bu degani formula belgilab olishingiz mumkin. Masalan, 0.01 lotda zilka qildingizmi? Bundan masalan aytaylik 5 ta. 0.02 dan zilka qildingizmi? Например, bundan ham 5 ta. Shunaqangi zilka qilib turib, to 0.10 lotgacha 5 tadan zilka qilishimiz mumkin-da va 0.10 dan u yog'iga uje ko'paytiramiz. Mana 1.1 ga formula. Yoki bo'lmasam ko'paytirishimiz mumkin. 1.1.5 formulaga ko'paytirishimiz mumkin. Bu degani kalkulyatorda ochasizda 0.10x lotdan so'ng u yog'iga mana bu joyga sig'dirib yozaman. U yog'iga mana bu joydagi ma'lumotni yozyapman, qaranglar. Hop. 0.11 lotni ko'paytiramiz 1.1 ga. 1.1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, chiqadigan javob, hozir men buni bilmayman, men buni hozir ChatGPT dan so'rab ko'raman. Mana qaranglar, ChatGPT da ochdim. Mana bu joyga любой bu naqa подписка bo'lgan bo'lishi shart emas. Nechin dedim, biroz 0.011 da, tak mana 0.11 da ko'paytiramiz 1.1 ga. ChatGPT ga shuni jo'natadigan bo'lsak, mana bu joyda aytayaptiki 0.12 lot deyapti. Всё. Знак chiqadi 0.12 lot. Keyingi zilkiz mana bu holat. 0.012 ni 1.1, to есть 1.1 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, necha lot chiqsa ana shu lotda yozib ketishingiz mumkin. Bu lotlarni hammasini chiqqan lotni faqat 1.1 ga ko'paytirib ketaverasiz. Mana shu ko'paytirib ketaverishingiz davomida chiqqan zilkalarni, chiqqan lotga zilkalarni men adashib ketdim. Yo'qda adashib ketaman. Xullas, 1.1 ga ko'paytirib boraverasiz, chiqqan natijani, всё, ana o'sha chiqqan natija sizni ochadigan lot zilkangiz hisoblanadi. Bu geometrik progressda o'sib boruvchi agressivniy martingale zilka qilish lotlari savdo qilish uslubi hisoblanadi. O'ylaymanki, agar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa,
Bu safar noodatiy ma'lumot beray dedim. Doim biz mana bu fiksa haqida gaplashaverib, o'ylaymanki sizlar bozorni savdo qilishda mana bu taraf, ya'ni martingale taraf haqida ham bilishga haqlisizlar deb o'yladim. Shuning uchun bu ma'lumotni sizlar bilan bo'lishyapman. Bu ma'lumot hech kimni hech narsaga undamaydi. Meni ma'lumotimni eshitib olib turib, depozit slit qilib olib turib, orqasidan keyin kim aybdor, mas'uliyatni o'zingizlar bo'yningizga olishni o'rganinglar o'rtoqlar. Bu joyda prosta ma'lumot ulashyapman sizlarga. Hech qayerda hech kimni hech narsaga undash maqsad yo'q. Bozorda mana shunaqangi imkoniyatlar bor. Bu savdo qilish uslubi o'ylaymanki juda ham effektivni. Chunki men shaxsan o'zim ham fiksa bo'yicha, ham martin bo'yicha savdo qilaman. Kanalimga kirib ko'radigan bo'lsanglar, asosan ko'p ma'lumotlar va ko'p videolar hammasi mana bu fiksa yo'nalishiga aloqador, asoslangan. Martin to'g'risida ham savdo qilgan videoroligim bor. Aynan mana bu videoroligimni ko'rsangiz, Martin bo'yicha savdo qilingan savdo zilkasi. Xullas, tushuntira oldim deb o'ylayman. Trading sohasida shaxsan men uchun ikki xil yo'nalish bor. Bittasi fiksa, bittasi martin. Boshqa yo'nalish shaxsan men uchun yo'q. Faqat ikki xil yo'nalish bor xolos. Shunaqangi holatda soqqa qilishimiz mumkin. Kichkina depozit bilan ham, albatta sentovo shotga tiqib olib. Xo'p, barcha kerakli ma'lumotlar izohda opisaniyada qoldirib ketaman. Kanalimga kirib ma'lumotlarni ko'rishinglar mumkin. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr. Bilmaganlar uchun yangi ma'lumot, bilganlar uchun takrorlash. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha o'rtoqlar sog' bo'lasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Gaplashamiz. Xayr.